Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Demak, yadro reaksiyalarga doir bir masala yechimini ko'rib o'tamiz. Xo'p, quyidagi masalamiz. Xo'sh, bu masalani birinchi marta ko'rayotgan abituriyentlar qiynalishi mumkin. Birinchi marta ishlayotgan abituriyentlar tushunmasligi mumkin. 2-3 marta ishlagan abituriyentlar uchun bu masala qiyin savol hisoblanmaydi. Bu milliy sertifikat savollarida ham xuddi shunga doir savollar tushyapti. Buni yaxshilab o'rganib olamiz. Xo'sh, demak, ushbu masalaning yechimini men sizga ikkita usulda o'rgataman. Xo'p, birinchi usuli umumiy holatda tenglama usuli, ikkinchi usul esa yadro reaksiyasining ma'lum bir qonuniyatlari asosida ishlanadigan usul hisoblanadi. Birinchi tenglama usuli haqida gaplashamiz. Demak, element 244 izotopi plus x alfa bilan bombardimon qilingan. Bu yerda Curie A izotopi plus ikkita pozitron plus 4 ta neutron. Shu yadro reaksiyasidan 97,6 gram I parchalangan bo'lsa, nechta alfa zarracha sarflangan? Element va Curie o'zaro izoton bo'la oladi. Keling, mana bu yerdan yadro reaksiyasini yozib olganimiz ma'qul. 244 plus bu yerda mana bu yerda zaryadi Z plus. Xo'sh, x da 4 ga 2 bo'lgan alfa zarracha bu yerdan hosil bo'ladi. Curie Xo'p, A izotopi va 98 plus ikkita 0 ga plus 1 bo'lgan pozitron zarrachamiz. Pozitron plus 4 ta 1 ga 0 bo'lgan neutron. Xo'p, quyidagicha yadro reaksiyaga ega. Xo'p, yadro reaksiyani yechimlarini, ya'ni umuman olganda masalasini yechishda, ishlashda ikkita qonuniyat bor. O'sha ikkita qonuniyat asosida siz masalani ishlay olasiz bemalol tenglama usulida. Xo'p, bu qonuniyat birinchisi chap tarafda, ya'ni yuqoriga elementlarni, zarrachalarni massa sonlari yozilgan bo'ladi. Chap va o'ng tarafdagi massa sonlari tenglashtirilgan bo'lishi kerak, teng bo'lishi kerak va pastki zaryad sonlari teng bo'lishi kerak. Bu nazariy jihatdan va amaliy jihatdan teng bo'lishi kerak. Nazariy jihatdan teng bo'lmaydi, ya'ni nazariyaga asosan. Xo'sh, demak, biz masalani tenglama usulida ishlash uchun 244 plus bu yerdan 4 ta x ga ko'paytirsak 4x teng bo'ladi a plus mana bu 2 kara 0 0, bu yerda 4 hisoblab ketamiz. 4 kara 1 4 teng. Xo'p, z plus 2 ni x ga ko'paytiramiz 2x teng bo'ladi. Xo'p, Curie massasi 98. Xo'p, 98 deb yozmaylik. Nima uchun? 98 bu. Bu yerda 2 kara 1 2, jam bo'lib 100 bo'ladi. 100. Xo'p, bu yerda 4 kara 0 0. Hech qanaqa ahamiyati yo'q. Xo'p, endi esa bu ikkita qonuniyat asosida tuzildi. Endi uchinchisi, bu yerda mana bu yerdagi element va Curie'larning neytronlari soni teng. Demak, element va Curie neytronlar sonini tenglashtirish uchun biz mana bu qoidadan foydalanamiz. Ya'ni 244 ayrilgan zaryad soni ayrilsa neytron kelib chiqadi. Bu yerda esa massa sondan ayiradigan bo'lsak 98 ni. Xo'p, buni Curie'da neytronlar kelib chiqadi. Xo'p, bizda bu birinchi tenglamamiz, ikkinchi tenglama va bu uchinchi tenglama. Mana shu tenglamalar asosida masalani ishlaymiz. Xo'sh, demak, bu tenglamamizdan birinchi tenglamamizdan biz a sonini topib olishimiz kerak. A teng bo'ladi 244 dan 4 ayrilib ketganda 240 plus 4 x turadi. Bu yerda ikkinchi tenglamamizdan esa z ni topib olamiz. Z teng 100 100 joyda turadi, 2x bu yoqqa ayrılib o'tadi. 100 ayruv 2x. Va mana shu yerdagi z a va z qiymatlarini mana bu yerdagi z va a ni o'rniga qo'yib olamiz. Xo'sh, demak, qo'yish qanday bo'ladi? 244 ayrilgan z ni qiymati. Z ni qiymati qavschiga yozib olamiz. 100 ayrilgan 2x teng deb olamiz. Endi a ni o'rniga 240 qo'shilgan 4x ayrilgan 98. Xo'p, buni ayirib tenglamasini yozib olsak 244 ayrilgan 100. Bu yerda mana bu minus va minus ishoralarimiz ko'payganda qo'shuv bo'lib ketadi, ya'ni qo'shilgan bo'lib ketadi. Teng 240
plus 4x ayru 98. 244 dan 100 ayirsak 144 plus 2x. 244 dan 98 ayirsak 142 plus 4x. 4x dan 2x ayirsak 2x qoladi. 144 dan 142 ni ayirsak 2. X teng 1. Xo'p, demak, mana bu tenglamamizda x o'rniga bir koeffitsient qo'yib olishimiz kerak. Mana bu yerga bir koeffitsient qo'ydik. Endi esa bizda savolimiz shartida 97,6 mg I parchalangan. Xo'sh, 97,6 g I parchalangan bo'lsa, qancha alfa zarracha sarflanadi? Shuni ishlaymiz. Demak, bizda 244 gramni milligramga aylantirish uchun mingga ko'paytirib olamiz. Bu degani 244 ming holatga keladi. Bu 244 ming milligram. 244 ming milligram bo'lganda bizda bu yerda ko'rib turibsiz, bitta alfa zarracha hosil bo'ladi, ya'ni 1 mol. Endi masala shartida 97,6 milligram parchalangan vaqtida hosil bo'ladi qancha? 0 xo'sh, 0 qancha? 0,004. Adashmasam shunday. Bitta hisoblab ko'ramiz. Demak, 97,6 ni 1 ga ko'paytirib 244 mingga bo'lishimiz kerak. 244 mingga bo'ladigan bo'lsak, bizda 0 haqiqatan ham xuddi shunday son chiqadi. Ya'ni shuncha mol. Endi bu Avogadro sonini ko'paytiramiz. 0,004 ni 6,102 10 darajasi hop 23 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda kelib chiqadi. Mana bu 4 ta 0. 4 ta 0imiz darajadagi 4 ta 0 ni qisqartiradi. Ya'ni 24,08. Bu yerga 4 bo'lish uchun bitta, ikkita, 3 ta, 4 tani virgul surishimiz kerak. Xo'p, surganimizda bizda kelib chiqyapti 24,08 10 darajasi 19. 19 kelib chiqadi. Endi bu yerda 24,08 10 daraja 19 bormi javoblarda? Endi C javobda birdan olishingiz kerak bo'lib qoladi, lekin C javob xato, chunki 10 darajasi bizda 19 chiqyapti. Bu yerda D javobda ham bor ekan. Bu 204. Endi agar biz mana buni 2,408 qilib orqaga sursak, kichiklashadi. Daraja son kattalashib 10 darajasi 20 holatga keladi. Demak, to'g'ri javobimiz D javob to'g'ri javob bo'ladi. Xo'sh, endi bu yerda yana bir narsaga diqqat qilishimiz kerak. Endi buni umumiy yadro reaksiyalari qonuniyatlari asosida ishlash usuliga diqqat qilamiz. Yadro reaksiyalari qonuniyatlari asosida ishlash usuli qanday bo'ladi? Xo'p, bu yerda e'tibor bering, X da alfa zarracha parchalanganda pozitron hamda neytron zarrachalari hosil bo'lyapti. Demak, neytron hosil bo'lyapti va pozitron. O'ylaydigan bo'lsak, pozitron qanday hosil bo'ladi? Pozitron hosil bo'lish uchun bizga xo'p, proton zarrachamiz parchalanishi kerak. Proton zarracha parchalanganda bizga xo'p, bitta pozitron hamda bitta neytron hosil bo'ladi. Birga nol. Xo'p, bizda e'tibor beradigan bo'lsangiz, ikkita pozitron zarracha hosil bo'ladi. Ikkita pozitron zarracha, ikkita protondan. Demak, bu yerda ikkita neytron hosil bo'ladi. Endi e'tibor bersangiz, bu yerda 4 ta neytron hosil bo'lgan. Demak, 4 ta neytron qayerdan kelgan? 4 ta neytron, ikkitasi protondan hosil bo'lgan. 2n dersak, bizda 2n neytron qoladi. Xo'sh, 2n neytron bu yerda qayerdan hosil bo'lgan desak, 2n neytron alfa zarracha parchalangan vaqtida 4 ga 2 bo'lgan alfa zarracha parchalangan vaqtida ikkita neytron plus ikkita proton hosil bo'ladi. Ikkita proton, ikkita neytron hosil bo'ladi. Demak, bitta alfa zarracha parchalangan vaqtida. E'tibor bering, bizda ikkita neytron ortyapti. Demak, ikkita neytron bu alfadan chiqqan. Ikkita neytron alfadan chiqadigan bo'lsa, bu yerda ikkita neytron chiqishi uchun bizga bitta alfa parchalangan bo'lishi kerak. Demak, bu yerda x o'rnida mana bizga 1 chiqdi. Mana bu yerda 1 chiqqan. Mana bu usul bo'yicha ham 1 chiqyapti. Qaysi usul sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu usulda ishlasangiz bo'laveradi. Charchamang, salomat bo'ling.